ojonisi. Ko'rdingizmi? Oddiygina bo'yni 2,5 da. Men ko'rsataman sizlarga istoriyalarimda. Bo'yni 5,5 bo'lsa ham sog'lom tuqqanlar juda ham ko'p. Aytaman, ba'zan 2,7 bo'lsa ham down chiqqanlar bor deyman. Endi bizada ojonisi o'g'lingizda menimcha oldirasiz. Katta ehtimol bilan. Chunki miyada qo'shma nuqsonlari bor. Ko'rdim, yuragida jiddiy paroklari bor. Keyin bizani burnimizni juda ichkariga kirib ketgan, prям ichkariga kirib ketgan. Burun yo'q hisobida. Kichkina bo'lib qolgan. Qo'shma nuqsonli bolamizni qoldirishi hech iloji yo'q menimcha. Yana kerakli joylarga murojaat qilasiz, borasiz, skrining